Assalomu alaykum, Kulmayın obunachilari. Mana biz bugun 11-mart. Xudo xolasa ro'zaga ham mumkin vaqt qoldi, inshaalloh. Uyashga ham. Mana qulplarimiz jarayonda terimjonda ketyapti bizda. Sotyapmiz, Xudo xolasa yaxshi. Alhamdulillah, Xudoga shukr. E'tibor biladi, katta yirik. Hamma bunlarimiz hammasi Muranovalari. Chiroylik. Masqaron. Xolasa inshaalloh. Tomonium tek. Mana tomon bugun terdik. Chiqmadi. Qizillar videolarni endi teramiz. Sevgi qo'li keyin teraman deb. Xohlasa. Sizlar bilan bir bo'lishadi. Terishda oldi. Chiroyli bo'lib. Terib bo'lgan uchun qizarganlar ekan. Qizil-qizilni zakas qilishgan o'shani terib yuboramiz degan xolasa. O'rtada mana Jivika Loxnes sortlarini ham qalamcha qilib, kasetni qilib qo'ydik. Ada Xudo xolasa mana ko'challarimiz Xudo xolasa ko'karib chiqyapti Xudo xolasa. Ularni uni bo'lgandan keyin qator nima qilinadi? Batdan chiqarib turib, ta'mirlagandan keyin batdan chiqarib turib, kattaroq tuvakka qilinadi. Xudo xolasa inshaalloh. Ko'chatlarimiz Xudo xolasa inshaalloh. Şu Muranovalarimiz Xudo xolasa o'rtadan oladim. Mana ketyapti Xudo xolasa. İnşallah video ma'qul bo'lgan bo'lsa, albatta like bosib gumburlab, bizni qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz, biz yana harakatimiz boshlab ma'lumotlar berib boramiz, Xudo xolasa inshaalloh. Birazdan nima bo'lsa, Xudoga shukr. Hech meva. Pakida meva ko'p. Quyoshlarimiz endi ko'payib ketsa, baylar ham o'sib ketadi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Cheklarni ham qo'shib qo'ying. Baylar ham kattalar cho'lib qo'ygan. Baylar ham cho'lik. Evet, boşuna albiyen ko'chalarimiz kimingacha qoldi. Kimga zararli bo'lsa, ketaverasizlar. Kimga yarimgacha qoldi taxminan. Sotib ketyapti ko'chalar, Xudo xolasa. Videomiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Kanki hali mevalarimiz ashincha. Xudo xolasa. Aytmoqchi esa bordi mana. Qulpni mana shunaqa rangli bo'lar ekan, oppoq bo'lmas ekan. Esib o'tyapti sizlarga. Yo'qolyapman bu yerda. Har rangli bo'lar ekan, rangi. Mana shu qulpni mana shu. Qizg'ishroq bo'lar ekan. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
Hammalarni ro'za ayyomlar bilan tabriklayman. Hammalarga omad. Alloh hammamizni qo'llab-quvvatlasin ilohim. Sog' bo'ling.